Hurmatlilar, bizda super aksiya. Mana bu televizor, printer hamda kompyuterlarni eski turdagi bo'lgani bilan baribir kim bo'lsa ham sotib olsa, mana bu BMW o'shaniki bo'ladi. Короче, tezroq sotib olinglar. Bo'lmasa BMW sotib ketasizlarmi yoki kompyuter sotib ketasizlarmi? Короче, ikkovidan ham qo'rqib ketasizlar. Tezroq olinglar. Wow, dahshat aksiya qilishibdi-ku. Bu aksiyadan biz BMWni yutib olmasak bo'lmaydi, lekin u narsalar narxi qancha ekan bilmadim. Mayli, hozir o'sha bratani yoniga borib ko'ray. Undan avval barchaga assalomu alaykum. Sizlar bilan men yana Joha va sizlar meni yap-yangi tandirdan endi uzilgan issiqqina nonimga kechirasizlar. Videomga xush kelibsizlar. Albatta videoga like bosib kanalga obuna bo'linglar, chunki prostaga obuna bo'lib qo'yinglar. Ana endi pullarimni men bir ko'ray. Endi pulim yetadimi yo'qmi bilmadim. Men shuncha pulim bor ekan, mayli. Avval borib narxini bilish kerak. Agar narx to'g'ri keladigan bo'lsa, atak sotib olsak bo'ladi. Narx to'g'ri kelmayotgan bo'lsa, lekin sotib olishimiz befoyda. Adashmasam qayerda edi, brat? Mana bu yerdamidi? Yo'q. Bilmadim, qayerdadir shu atrofda turganda, mayli, hozir so'rab kelamiz. Bratan, mashina zo'r ekan, nima ish qilasiz? Bekorchiman. Nimadir ish qilsangiz bo'lmaydimi? Yoshingizni qarang, kattaligini. Tak, mana bratan qani. Mana BMW X3 mi bilmayman, necha qanaqa model. Короче, assalomu alaykum janoblar, qaysi birlaringki bu? Meniki. Bu dedim, nimaligini aytmadim-ku. Balki yashil ko'ylak demoqchi bo'lgandirman. Mana bratan yashil ko'ylagi bor-ku. Ha, uda uzr. Yaxshi. Tak, qanaqa aksiya bo'lyapti bu yerda? Bu yerda shunaqa aksiya bo'lyaptiki, mana bu yerda chap tomonimda, yo'q, menda o'ng senda chap tomonda turgan kompyuter, printer hamda televizorlar sotib olsang, borisiga, ya'ni zdachisiga BMW beriladi. Yo'q, rostdan. Bu demak, bu mana BMW nimadir aybi bor. Bunaqangi arzon narxda, ya'ni tekinga beraverayotgan sababi nimada? Yo'q, prosta zo'r yap-yangi mashina, lekin aksiya deb berib yuboramiz. Tushunarli. O'ylab ko'rish kerak ekan, qani motorlari, hamma narsasi joyida. Bu nima aybi bor ekan bunday tekinga berib yuboryapsiz? Men umuman tushunmayapman. Hech qanaqa aybi yo'q, jizimisa, prosta aksiya deyapman-ku. Tushundim. Unda mana bu narsalarning narxi qancha? 5 tasi $300. $300? Ha, $300 5 tasi. Oho, qimmat ekan. Lekin menda uncha pul yo'q-da. Puling bo'lmasa, senda boshqa odam oladi. Sen emas, faqat oladigan. To'g'ri aytasiz. Mayli bo'pti, lekin menga BMW yoqardi. BMW olmoqchi edim. Mayli bo'pti, men bir o'ylab ko'ray, balki olarman, balki olmasman, yo olaymikan, uni qaraylar turishini, takoy bo'lib turibdi. Tak, olish kerak lekin onasini debsim. Bo'pti, bratan, men unda olaman. Kutib turing, men pul topib kelay, xo'pmi? Qayerda topasan? Senda pul yo'q-ku, jiddi. Pul bor, yo'qmas, lekin yetmaydi. O'sha yetmaydi-ku puling. Bir amallab topaman. Bo'pti, sotib qo'ymang, tamom. Mayli, sotib qo'ymasin, lekin menda 300 tak tugul, bir stak ham chiqmaydi pullarim. Qayerdan pul topsam ekan? JTlardan ish so'rab, pul so'rab chiqsam bo'lar. Kredit olaymi? Yo'q, kredit topdi. Tentakmanmi kredit top? Mana ikkalasi meni nima edi, polizimga. Mana qara. Hozir sen uradigan bo'lsa, mana yerda ikkita katta gavdasi eshakchi chiqadigan bratanlarga men urib ketaman. O'shaning uchun iltimos qilib aytaman senga. Iltimos. Bratan, bor, yo'qol, asabimga tegma. Hamma ish polizimga ko'zalaytirasiz. Oxir men shu yerda yopib tashlayman. Ustini yopaman. Bo'lmasa senlardan qutulishning iloji yo'q. Tak, hozir nima qilmoqchi edim? Aytgancha, bilasizlar, meni mashinam yo'q. Avval bor edi, sotib yubordim. Ya'ni juda ham eski bo'lgani uchun metalldan topshirib yubordim. Endi ish topib, pul topib qayerdandir o'sha mashina olishim kerak. Brat, sizda ish yo'qmi, qanaqadir? Qayerda edik? Mana bu yoqqa kelsin. Aylanib qarasangiz shartmi? Bu tomondan teskari aylansangiz tezroq ko'rardingiz meni. Shunaqa qaradim-da. Nima aytganding? Ishi yo'qmi sizda qanaqadir pul evaziga? Yo'q, hozircha menda ish yo'q. Tushunarli. Mayli, bratan, sog' bo'ling. Tak, hozir janob merdan pul olaman, agar pul beradimi, bermaydimi bilmadim-ku, lekin pul bersa juda ham yaxshi ish bo'lar edi. Hozir so'rab ko'ramiz albatta janob merdan. Bratan, qochib turing, kechirasiz, uzr, ming bora. Assalomu alaykum janob mer. Va alaykum assalom. Joha, ishlar qalay? Yaxshi, rahmat. Короче, siz yoningizga bir problema bilan keldim. O'z doim problema bilan yurasan. Xullas, menga pul kerak bo'lyapti, ozroq. Qancha ozrog'ing? $5 mi, $10 mi? Atiga 300 tak. Nima? Atiga 300 tak? Ozroq degani shunchami? Endi sal ozroqdan ko'proq. Tushunarli. Pul berishga beraman-da, evaziga ish yo'q-da senga. Qanaqadir ish berib, ish qildirib, evaziga pul bermoqchi edim.
ish bo'lmasa qanaqasiga berishingiz mumkin pulni menga? Bilmayapman o'shani. Unda qarang, men o'sha pulga mashina sotib olishim kerak. To'g'ri, kompyuter sotib olaman, aksiyada mashina ham berishar ekan. Ha, tushundim. O'shanga qarochi pul berib tursangiz, men mashinani olsam, keyin men sizga mashina bilan qanaqadir qayergadir borib kelmoqchi bo'lsangiz, olib borib kelishim mumkin. Ha, yaxshi o'ylabsan. Mayli. Unda oxirgi seyfni qarasang, ichida pul bor. O'shani ol. Qanaqa faqat aytgan joylarimga olib borib kelasan. O'zi qanaqa mashina? BMW X3 adashmasam, yo M3mi shunaqa. Ha, yaxshi ekan. Menga BMW yoqadi o'zi как раз. Davay borib ol mayli. Ha, rahmat, bratan от души. Yaxshi, ishsiz hal qivordik. Ya'ni, oldin bilasizlar, janob mer yoniga kelsam pul evaziga qanaqadir ish buyurardi. Bu gal unaqa bo'lmadi. Juda ham yaxshi. Menda bitta asosiy ish bor. Ya'ni qanaqa ish qilmoqchisan desanglar, men shu polizimni oldin yopmoqchiman. Yopmasa umuman bo'lmaydi. Kechirasiz, sal holda polizimni isib tashlashimga. Atrofini balandroq qilib o'rab chiqmasam, mana bu Obbo, shu yerda ham romantik. Uray desam, mana bular meni uradi. So'kay desam, tushunmaydi so'kishga. Bularni aytmadim. Kechirasiz, bratan, uzr, tegib ketmadim-ku. Atak tegishga yaqinlashuvdim, tekkanimda qaytib tegmaydigan qilib qo'yardingiz. Tak, bratan, men keldim. Men televizorni hammasini olib ketaman, qarochi. Olib ket. Tak, olamiz hozir. Oho, namcha sekin. Qo'limga tushibdi ekan, bo'ldi. Tak, kompyuteringiz namcha qiyin sinadi. Temirdan-da. Temirdan bilib turibman. Atak qolgan tezroq sinar ekan. 3 ta. Voy, kompyuter qani? Sindirib qo'ydingmi? Baribir pulni beraman-ku. Qarochi, mayli, menga o'zi kompyuter, eski kompyuter kerak yo'q, menga mashina kerak bo'ldi. Bo'pti, bratan, sog' bo'ling. Mayli, yaxshilikka buyursin. Aha, rahmat, sizga ham yaxshilikka buyursin pullarim. Tak, muhim mashinani oldim-ku mashinani muhimi. Ana endi buni mer yoniga bir haydab olib borib merga ko'rsatish kerak. Mana shu mashinada sizni tashiyman deb. Janob, qochib turing, iltimos, tegib ketsam dabdala qilasiz, qaytib tegmayotgan qilasiz deb aytdim-ku. Shunday gem tegim. Qarochi, mashinamni men parkovkaga qo'ymayman, chunki garajim bor. Nima qilaman parkovkaga qo'yib? Mana qishloqlarga ehtiyot bo'lish kerak. Ularga просто tegib ketadigan bo'lsam, вообще galemlar qishloqda juda ham ko'p ekan. Obbo, bu qishloq juda ham xavfli. Tak, to'xtanglar, garajni ochamiz. Paka hozircha garajni ichiga solib qo'yaylik, keyin janob mer qayergadir meni olib borib kel desa, o'shanda olib borib kelsak bo'ladi. Tak, hozircha esa mashina bilan unchalik zarur birorta ish qilishim. Obbo, rasvosini chiqarib yubordim-ku. Voy, dod, shuncha joyda ham rasvo qilamanmi? Tak, mayli, hozir sozlaymiz. Tak, lekin to'xta. Voy, qayoqqa kirib qoldim? Voy, dod, to'xta, mashinaga qaytib minib qutulmasam bu yerdan yana shunaqa bo'lyapti. To'xtanglar. Orqasi denaga o'taylik, orqadan tushsakchi. Voy, obbo, to'xtanglar, narigi tomondan tushib ketsam-mikan, undan ko'ra. Bo'ldi, narigi tomondagi denadan tushib ketaman. Tak, qani bu tomonga o'tib tushib ketadigan bo'lsak, bo'ldi, shu tomondan tushsam qulayroq ekan menga. Tak, bo'ldi. Yopil. Aha, tak, normal. Bu yerdan ham narsalar olib olamiz. Juda ham rasvosini chiqarib tashladim, tak, hamma yo'qni. Mayli. Voy, bittami? Yana bitta bo'lishi kerak edi-ku. Tosh bilan qo'yib ketamiz, nayloch. Bu yerga bitta bundan qo'yib yuboraylik. Va bu yerga bitta. Obbo, bu yerga tosh yo'q endi. Hamma yo'q rasvosini chiqarib yubordim. Asablarim. Mayli. Hozir qarochi shuni yopiq tursin. Mana bu blokni qo'yib qo'yaylik, paka. Bittasi baribir. Obbo, mana shu televizor foydasi shu yerda tegib tursin, mayli. Keyinchalik foydasi tegadimi, tegmaydimi o'zi biladi. Tak, bu yoqda emas, meni narsalarim bor edi bu yerda. O'sha narsalarni olib olishim kerak. Bular kerak emas hozircha. Taporni olamiz. Chunki borib hozir o'rmondan daraxt olib kelishim kerak. Keyin olib kelgan daraxtimni bilasizlar nima qilaman? Mana bu polizimni atrofini o'rab chiqmasam, bu yaramas jitellar poylayveradi, olmoqchi bo'lyaptimi yo boshqa narsa qilmoqchi bo'lyaptimi bilmadim, lekin baribir yashirishim kerak. Hozir daraxt olib kelayda. Qancha daraxt ketishini to'g'risini aytsam bilmayman, chunki bunaqa ishni avval qilib ko'rmaganman-da. Avval qilganimda ham mana shuncha ketardi deb aytardim, mana shunchani. Shunchasini mana shuncha. Oy, oyog'im, nichivo, asta tushdim, unchalik qattiq tushmadim-ku, lekin baribir ehtiyot bo'lish kerak, chunki yiqilib tushadigan bo'lsam, biror joyimga biror nima bo'ladigan bo'lsa, вообще g'alati bo'lib ketaman.
O'shaning uchun juda ehtiyot bo'lish kerak. Tak 6 ta yetmaydi. 6 karra 4 24 ta bo'ladi. 24 ta точно yetmaydi. Hop, yetadigancha qilib olib ketish kerak. Mana shu daraxtni kesadigan bo'lsam to'liq 11 ta 44 ta nima dedim? 44 ta blok точно yetmaydi. Xo'sh, mana bu yerdan mana shu daraxtni ham kessak 17 ta 17 karra 4 necha bo'lardi? 17 karra 4 68 68 tasi aniq yetadi. Bu yerda suv bor ekan, water drop qilaymi? Yo'q, kerak emas. Ustim ho'l bo'ladi. Ustim ho'l bo'lgandan ko'ra water drop qilmaganim yaxshi. O'shaning uchun tez-tez uyga borish kerak, o'sha joyni sozlash kerak. Mana bu yaramas jitellar va kesh tushyapti. Birorta ishga ulgurmadim bugun. Faqat mashinani olib kelib uyimga joylashtirish uchun mana shuncha vaqtim ketib qoldi. Tak. Mayli. Endi nima ham derdik? Tak. To'xta. Ay. Nima qildim? Buni qanday chiqarib yuboramiz? To'xtaylar. Ursam hozir. Ana u galemlar keladi. To'xtaylar. Bu yerda hozir bunaqa qilamiz. Bunaqa qilamiz. Biratan, mana qarang. Sizni men tinchgina pastaroq urib chiqarib yuboraman. Galemlar sezmadi ham yaxshi, sezmagani ham yaxshi. Yaxshi ham sezmadi. Agar sezganda bormi? Dabdala bo'lardi. Mana uni yaxshi ikkinchi qo'lga olaylik. Shuni titamiz, tak orqa-roqqa turib qo'yamiz va yana bittani qo'yamiz. Mana shunaqa qilish kerak. Tak titamiz, qo'yamiz. Okey. Bu tomonni ham titamiz, qo'yamiz. Biratan, mani zaborimni olib qo'ydingizmi? Ha, mayli, olib qo'yavering. Tak, endi mana bu tomonni ham xuddi shunday qilib chiqish kerak. Atak mana uni ustiga, zaborlarni ustiga qo'yib chiqish kerak. Okey. Vobbo, rasvos chiqdi. Ketdim borib bilkur. Ketmonimni olib kelay.